Qadrdonlar, Beda Presentment. Endi g'ish sotamiz. Assalomu alaykum Bag'dod obunachilari. Xudo xohlasa mana 10 ming TL mashinamizda Xumdonda yetishmovchilik sababli chala qolib ketdi. Xudo xohlasa ertalabda yuklab davomini chiqarib olamiz. Qishlarimizni mana sifatlarini yaqindan ko'rsatib o'tamiz. Razmerlari 25 12 6 razmerda va oldiyning standart ishi. Sho'rlari 5% chiqishi mumkin deyilyapti, lekin klientlarimiz ham murojaat tushgani yo'q. Hop, mashinamizga mana taklanishlariga ham e'tibor beramiz. Sanig'i qo'shilmaydi. Jips qilib sanoqlariga garantiya beriladi. Hop, bu videomiz zavodni o'zidan bo'lyapti. Mana ularni ishlab turibdi. Xudo xohlasa bu tarafda esa xom chiqarishga, bahorga tayyorgarlik. Kimga shunday sifatli va arzon ishlardan kerak bo'lsa, nomerlar pastda qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqsak bo'ladi. Vodiy bo'ylab yetkazib beryapmiz. Narxlari kelishilgan holda. Ishlarimizni mana tepasini ham ko'rsak bo'ladi. Hop, vodiy bo'ylab Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab yetkazib beryapmiz. Aloqaga chiqamiz. Sifatlari zo'r.